Oğluma bir avata bul yine bir yerini aldı bul. Özbeklerini aydım aytıyara koş katırlı erkekler koşakların deyip olmaz diye Allah kuvvet versin indi bundan böylesin amına. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Dayımı sağlık mı doğan? Yaxshimisiz, baxayr bormi, joningiz zo'rmi? İsmingizni tanishtirsangiz, avvalambor ismingizni tanishtiring. Ha, mening ismim Muhammad Davud. Ha. Avva. İsmingiz Muhammad Davudmi? Ha, mening ismim Muhammad Davud. Mana shu mahalla raisi bo'laman men. Ha, mana shu yerda desang masalan to'y bo'lib yati, mana daryoning bo'yina. Amudaryoning bo'yida Turkman to'y bo'lib yotadi. Bo'yi, mana shu qaziylar hayla suvlar maqib yati. Voy maşallah. Ha, g'azallar mana palovdan demladu. Voy ya. Ha, gelsangiz gelib yesangiz baxayr. Xo'p, bu to'ylar nima raqam aydilar bu? To'ylar nima raqam to'y bu? Ha, Xo'p, bu nima to'y, nima raqam to'y degan yani bu to'y mana shu ko'rgandagi to'ydana. Xo'p. Mana desang shu 7 yaşlardan 70 yaşlara hullas bir adamı gelip vermeli bir yere. 7 yaşlardan 70 yaşlara. 7 yaşlardan 70 yaşlara gelip vermeli. Voy maşallah. Mana palav tayyordur, çar tayyordur. Mana adamlar hizmetda fakat gelip imanine ise boldu. Voy maşallah. Hova. Bo'ldi, tashakkur. Nari qilib deralar qiynani yo'qmi? Am deralar. Yo'q, deryalar qiynanoq derya voy. Mana deryada mayla to'lqimir aqfiyati Xudoga shukr. Voy maşallah. Bo'lgan tashakkur. Davud ağa, Allah razı olsun sizdan ham. Ana, teşekkür doğan. Bizleri görüyen muxlislarımıza nima bir aytacak gapingiz bormi? Bizleri görüyen muxlislarımız her yerden görüyor. Özbekistandan, Tacikistandan, Qazaqistandan, Turkmenistandan her yerden görüyor bizleri. Şular aytadigan so'zingiz bormi? Olar aytadigan sözüm var. Ha, her qaysi canı sağ olsun, Allah ömrünü uzak etsin. Ha, maksat mana şu videolar görüp, ha, şunlara like basıp dursun. Ha, onların bizden ömrümüze uzak ömür dilesin. Öldürün ama Allah ömrünü uzak etsin. Her ki niyetini yeti bilmen yürüyünümüzde Allah'ını özü yetirsin de var. Amin amin amin. Teşekkürler. Teşekkür. Mahalla reisi Davud ağa, Allah razı olsun sizden. Mana dostlar, ko'rganingizdek mana Amudaryoning bo'yida qozon Türkmen oşları pişerdi. Türkmen palovlari, O'zbek palov va Turkman palovlar. Amudaryoning bo'yida mana Türkmen to'ylari hamma shunday bo'lib o'tadi dostlar. Birma-bir shunday ko'rsatib o'tamiz. Turkmanlarda rasmiy oshlar qanday bo'lib o'tadi, Turkman to'ylari va O'zbek to'ylari qanday bo'lib o'tadi. Mana shunday qazonlar qaynab, mana bu yerda oshlar tayyor, palovlar tayyor. Mana shunday 7 yaşlardan 70 yaşlargacha aytiladi, to'yga keladilar. Mana hozir kuyovni ham ko'rsatamiz. Kuyovlar hamma rasmga tushyapti. Hozir kuyovning yoniga boramiz. Hozir kuyov tarafidan to'yga tabriklab rasmga tushyaptilar. Mana bilan kuyov bo'ladi. Xudoga shukr, ta'daga yo'q bu. Ha, O'zbeklarni aydım aytıyara qo'sh qatirli erkeklar qo'shaqlaring deyip olmaz diye Allah kuvvet versin indi bundan böylesin amına. Xudo öyle bundan ahir nam olacağını canım. Hova. Mana ta'daga yo'q. Allah'ın o'zini zapli tawfiq versin. Ilahi amin. Allohu akbar. Rasana kuyovlarni bir ko'rsana. Ayla bag'riga basib yotgan. Gelin tamam. Mehmoni bor. Billen dışarı şişe ama mehmanım. Gel tamam ötende. Yani benim bu tarafına varayım mı? Allah emeke. Alıyorum ben. Ellerim el çekme. Mana hozir hamma to'yga kelgan. Vaqtdan kelib mana shunday oshga yordamlashadilar. Oshni tayyorlaydilar. Shunda 2 qozon osh damlangan. Mana bu yerda ham qozonda osh damlangan. Mana bu yerda ham osh damlangan. Baş bedava. Gereken bu. Tar kamera. Kuyovni hozir ham mana shunday rasmga tushadi va esdalik
keyin o'tiramiz. Limda oli va kira yaqin Alana. Bana zanattı. Zanattı. Albatta ne var? Mana bu yerda ham choylar damlanyapti, choylar qaynadi. Mana shu uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlarga mana shu yerda ham choy qaynanadi. Omudaryoning bo'yida mana suv ham yaqinda mana choylar qaynadi. Buni gupi deymiz bizda, gupi. Choylar ham Omudaryo suviga qaynalib o'tiribdi. Choylar ham juda dahshat, mazasi zo'r bo'ladi, lekin Omudaryoning suvini ichganlar ormonda, ichmaganlar darmonda deydi-yu. Mana mahalla raisimiz ham hozir choyini o'shida o'tiribdi. Mana shu yerda choy qaynaganmi, qaynamaganmi shunga qarab o'tiribdi. Mahalla raisimiz ham mana Omudaryo suvi do'stlar, ko'pchilik so'raydi Omudaryo. Omudaryo suvi qanday? Suv ko'payganmi, kamalganmi dedi. Mana Omudaryo suvi nihoyatda ko'paygan. Mana qarang do'stlar, ko'zlaringiz bilan ko'ringlar. Suvlar juda ko'paygan. Kunma-kundan suvlar ham ko'payapti Omudaryoning suvi. Mana bu ham qishloqimizni nomi chiqqan palvonlardan. Qishloqda bir odam qo'ymasdan yiqadi, lekin nomi chiqqan palvonlardan. Mana Nazar Muhammad palvon deganlarimiz mana shu bo'ladi. Nomi chiqqan palvon, qishloqimizda birinchi palvon bo'lib nomni ko'tarib kelgan. Mashalloh, gap yo'q bu palvonimizga, lekin